Sizning 10 ta tuxumingiz bor edi. Ikkitasini sindirdingiz, ikkitasini pishirdingiz, ikkitasini yedingiz. Sizda nechta tuxum qoldi? 10 ta. Parod qildimmi? Yeb qo'ydimmi deymani? Noto'g'ri. To'g'ri javoblarni kommentariyaga yozib qoldiringlar. Bitta savol beramiz, to'g'ri javob bersangiz Oasis akvaparkga biletlar yutib olishingiz mumkin. O'zbekiston bilan Ozarbayjon chegarasiga xo'roz kelib tuxum qo'ysa, u qaysi davlatga tegishli bo'ladi? Qaysi davlatdan kelib tuxum qo'ysa? O'zbekistondan kelib qo'ydi. O'zbekistonga tegishli bo'ladi. Hali o'zi dalillar ko'tarilib ketdi. Noto'g'ri. Hasanni ukasi, sizni o'g'lingizni dadasi. Siz Hasanga kim bo'lasiz? Hasanni ukasi, meni o'g'limni dadasi. Prababushka bo'lamanmi? Ya to'r qora yo'lingdan qolma, tiyinmasang tushunma. Noto'g'ri. Qarang, 5 ta odam 10 metrlik chuqurni 5 soatda qazishibdi. Xuddi shunaqa chuqurni 1 soatda qazish uchun nechta inson kerak bo'ladi? Bitta. Qandini odamga o'xshab yo'q. Noto'g'ri. Qaynonangizni qizini qaynukasi sizga kim bo'ladi? Qaynonamni qizini qaynukasi menga kim bo'ladi? Kuyov. Noto'g'ri. To'g'ri javoblarni kommentariyaga yozib qoldiringlar. Toshkent shahrida joylashgan Oasis akvaparkiga barchalaringizni taklif qilamiz. Jazirama issiqda butun oilangiz bilan maroqli hordiq chiqarish uchun eng to'g'ri tanlov.